Nima uchun xodimlaringiz siz xohlagandek ishlamaydi? Nima uchun 3 oy, 6 oy, 1 yil ishlaydi-da boshqa joyga o'tib ketadi? Buni sababini hozirgi odamlar yomon, yoshlar o'zi shunaqa, hozir zamon shunaqa deyishimiz mumkin. Bahonani tashqaridan qidirishimiz mumkin. Bu lekin hech qanday natija bermaydi. Kelinglar konkretni qadamma-qadam ko'rib chiqamiz. Nima uchun xodimlaringiz ketib qoladi? Top 3 ta sababini tushuntirib beraman. Birinchisi, sizda kompaniyangizda o'sishni yo'qligi. Ya'ni xodim kelganda konkretni bilmaydi. Men 3 yilda nimaga erishaman, 5 yilda, 10 yilda bu korxonada nimaga erishaman? Baraka topamanmi? Degan konkretni unda yo'q, yo'riqnomasi yo'q. Bu eng katta xatolardan biri. Ikkinchisi, bu oylikni kamligi. Unda konkretni oylik kam va bonuslar yo'q. Ya'ni unda men bu ishni qilsang ko'proq olasan, men buni qilsang 3 barobar ko'proq oylik olasan degan tushuncha yo'q. Ishga keladi, ketadi, keladi, ketadi. 1-2 ko'proq ishlab ko'radi, oyligi oshmaydi. Keyin 1-2 kamroq ishlasa ham bir xil turaveradi. Unda tushuncha bor. Tushunmadim, nima kerak? Ko'p ishlasang ham shu oylik, kam ishlasang ham shu oylik degan tushuncha bor. Va uchinchisi bu jamoani bir-biri bilan ahil emasligi. Ko'p bir-birini g'iybat qiladi, yomonlaydi, bir-birini kavlaydi, bir-biriga mehr muhabbat bilan yordam bermaydi. O'zi jamoa biznesdagi komanda bu ikkinchi oila. Nima uchun? Chunki odamzod oilasiga qaraganda ko'proq biznesga yoki jamoada vaqtini sarflaydi. Tushunyapsizlar-a? Ko'proq vaqtni jamoada sarflaydi. O'shaning uchun jamoani ahilliligi, bir-biriga mehr, muhabbat bilan muomala qilishi bu xodimni ko'proq saqlanib qolishga ta'sir qiladi. Endi buni yechimini ko'rib chiqamiz. Nima qilsangiz sizni xodimlaringiz 3 yil, 5 yil, 10 yil yoki undan oshiq ishlaydi. Mana kecha o'tirib analiz qiladigan bo'lsam, bizda shunaqa xodimlarimiz borki, 10 yil, 11 yil, 12 yildan beri biz bilan ishlayapti. Tasavvur qilasizlarmi? Nimaga? Chunki ularda o'sha o'zlari xohlagandek karyerni ro'sti bor, o'zlari xohlagandek mehnat qilib pulni olyapti. Keyin konkretlashamiz. Demak, sizni xodimlaringiz siz bilan ko'proq ishlashi, jonini berib ishlashi, mehr muhabbat bilan xuddi o'zimni jamoam, o'zimni kompaniyam deb ishlashi uchun nimalar qilishingiz kerak? Top 3 ta fishkani aytaman. Birinchi fishkasi ochiq o'sadigan auditoriya qilib bering. Ya'ni jamoada 10 ta odam bormi, 50 ta, 100 ta bormi, ochiqlikcha qilib bering. Ya'ni ko'p ishlagan, ko'p o'rgangan, ko'p natija qilgan odam o'ssin. Ya'ni ishchilikdan brigadirlikka, brigadirlikdan bo'lim boshlig'idan tam guruh boshlig'idan nachalnik, zam nachalnik ko'tarilsin. Real ishlagan odamni ko'taringlar. Bizda ko'pincha nima bo'ladi? Qarindosh urug' ko'tariladi, qo'ni qo'shni, tanishlar ko'tariladi, lekin begona bo'lsa, konkretni mehnat qilsa ham ko'tarilmaydi. Bu noto'g'ri sistema, noto'g'ri tizim. Demak, siz jamoangizda xo'jayin assalomu alaykum, xo'jayin choy ichasizmi? Choy ichasizmi deb yaxshi ko'rinadigan odamlarni emas, kerak bo'lsa sizga salom bermasa ham realni natija qiladigan, natija ko'rsatadigan odamlar bilan ishlash kerak. Demak, bu birinchisi. Ochiq karyerni ro'st beringlar. Hurmatli o'rtoqlar, mehnat qilsalaring 3 oyda men bunga erishasizlar, 6 oyda bunga erishasizlar, 1 yilda men bunga erishasizlar deb ochiqlikni ayting va o'zingiz ham shuni turing ustida. Чтобы realni mehnat qilganlar ishlaydi. Buning natijasida sizda xodimlaringiz 8 soat emas, 10 soat, 12 soat ishlashga harakat qilishadi. Ikkinchi muhim narsa, siz oylik maoshlarini soatga qarab emas, balki natijaga qarab berishni boshlang. Bu boshida qiyin bo'ladi. Masalan, xodimlaringiz bor 50 ta. Ularga hammasiga planlar bering. Ya'ni sen bu oy buncha plan qilasan, sen buncha plan qilsan deb plan beringda va oyligini planiga bo'ylab qo'ying. Ko'p ishlagan ko'p pul olsin, kam ishlagan kam pul olsin. Bunda kam ishlaganlar asta-asta chopilib ketadi. Ko'p ishlaganlar o'ziga o'xshagan zo'r ishlaydiganlarni tortishni boshlaydi. Ya'ni ko'proq pul olyapti-da u. 8 soatmi 10 soat ishlagisi keladi. Uyda ham o'tirib ishlaydi, kompyuterni uyda ham ochib harakat qiladi.
Ya'ni oylik maoshlarni natijaga qarab bering. Ana endi natijaga qarab maosh beryapsiz, endi bonuslar yo'lga qo'ying. 2 oyda bir, 3 oyda bir, 4 oyda bir bonuslar yo'lga qo'ying. Masalan, oddiy misol, tam 3 oy kech qolmagan, 3 oy kasal bo'lmagan yoki 3 oy tartib intizomga rioya qilgan insonga 1 million, 2 million premiya bering. Tushunasizlar? Misol, shtob ularda tartib intizomga rioya qilish, kelish выгодно bo'lsin. Выгодно bo'lsin. Tam masalan oyiga 20-30 kun ish, 26 kun ish bo'lsa, 6 kun kelmagan bilan 26 kun kelganini farqi bo'lsin, katta farqi bo'lsin. Buni iminni soqqada farqi bo'lsin. Tushunyapsiz-a? Endi uchinchisi, korporativ madaniyatni yo'lga qo'yish, liderlardek boshqarish. Qaranglar. Ko'pchilik ishxonasida qadriyatni shakllantirmaydi. Ya'ni tartib intizomi yo'q. Masalan, har bir korxonada konkretni bo'lish kerak. Bizda so'kinish mumkin emas. Bizda ichish mumkin emas. Bizda chekish mumkin emas. Yoki bizda tam aldash mumkin emas. Bizda g'iybat qilish mumkin emas. Bizda tam o'sha bir-biriga hamisha yordam berish kerak. Bizda har kuni tam 10 minut kitob o'qish kerak degan tartib qoidalar ro'yxatga olib turib kiriting. Shunda hamma korporativ madaniyat shakllanadi, odob, axloq shakllanadi. Masalan, mana bizning kompaniyamizda har oy biz jamoani yig'ib qayergadir boramiz. Borib dam olamiz, yo toqqa, yo boqqa, yo parkka. Tushunyapsizlarmi? Bu madaniyatimizdan bir qismi. Yana bitta narsa mana yaqinda kiritdik. Har kuni har bir xodim o'zini sohasida kitob o'qish kerak va bilimini ulashish kerak. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, hamisha bir-biriga yordam berish kerak. To'rtinchisi, masalan, biz jamoada sigaret chekish mumkin emas. Prosta mumkin emas. Biz jamoada ichadiganlar mumkin emas, prosta mumkin emas. Shundan xuddi shu narsa shakllanadi. Yana bitta muhim narsa bor. Biznesmen ikkita roli bor uni. Rahbarning ikkita roli bor. Ota roli bor, ona roli bor. Ota roli bor, ona roli bor. Ota kim? Ota bu mas'uliyatli inson, ota bu bitta gapirsa bo'ladigan inson. Ya'ni jonini beradi farzandi uchun. 24 soat ishlashga rozi, farzandini o'qitadi, rivojlantiradi, boy badavlat qilishga harakat qiladi. Tushunasizlar? Ona kim? Ona har qanaqa holatda farzandini aybini yashiradi, har qanaqa holatda mehrini ko'paytiradi-da, farzandni erkatoyroq, bir qanaqangidir tam onasini bolasi qilib tarbiyalab qo'yadi. Shuning uchun ham mana qizingizni turmushga chiqarayotgan bo'lsangiz, albatta Xudoni so'raysiz. Otasi bormi, yo'qmi deb so'raysiz. Yo'q, otasi yo'q, faqat onasi tarbiya qilgan ekan desa, o'ylanib qolasiz. Nimaga? Chunki onasini bolasiga qaraganda otasini bolasi yaxshiroqda. Otani do'g'ini eshitib, "Otare" degan tarbiyani olgan insonlar boshqacha tarbiyalanadi. Jamoada siz yo ota bo'lasiz, yo ona bo'lasiz. Agar xodimlar aybini yashirib, o'z vaqtida jazolamasdan, o'z vaqtida tartib intizomga solmasdan, onaga o'xshab mehribon bo'lib, "Mayli bolam, normalniy, mayli bolam, hech kim bilmasin. Mayli bolam, va birov o'ldirib qo'yding. Ha, mayli, hech kim bilmay qo'ya qolsin." deydigan bo'lsangiz, bolangiz g'irt bir narkoman, alkash, bir bo'mog'ir bo'ladi. Siz ona rolini unuting. Biznesda ona bo'lmanglar. Biznesda ota bo'linglar. Ota qanaqa? Xato qildingmi? O'ldirdingmi? Bor militsiyaga, qamalasan, boshqa varianting yo'q. Aqling kiradi deydi. Tushunasizlarmi? Ota uchunki u. Ota jo'ski bo'ladi, ota mehribon bo'ladi, jonini bersa beradi, lekin bolasini rivojlantiradi. Urib bo'lsa ham o'qitay kerak bo'lsa. Bu otaning ishi. Demak, eng muhimi biznesda jamoangizga ota bo'ling, ona bo'lmang. Onani yig'ishtirib qo'ying. Realni ota bo'ling, mehr-muhabbatni bering, oilaga bering, rivojlantiring, kerak bo'lsa jazolang, haydab yuboring kerak bo'lsa. Vso, demak ketdi. 3 ta muhim narsani oldilaring, 3 ta muhim yechimini oldilaring. Bu bilimlarni biznesingizda amalda qo'llang, vso biznes uchadi. Hozirgi paytda biznesingizda oboroti masalan $100,000, sof foydasi $10,000mi? Vso bu bilimlar qo'llaganingizdan keyin oborotingiz ham oshadi, sof foydangiz ham oshadi. Jamoangiz ham inoqlashadi. Korporativ madaniyat, qadriyatni shakllantiringlar o'rtoqlar. Yaxshi ko'ramansizlar, jonlaring omon bo'lsin. Bundan ham zo'rroq videolar ko'rmoqchi bo'lsalaring, shu oxirida mana chiqdi-yu. Yana bitta bo'lsa Ilhom Begimqulovga keyingi videoni ko'rasizlar. Yaxshi ko'ramansizlar. Sog' bo'ling.